to'xta dedim Sevinch. Nima deysiz oyi? Eshit gaplarimni menga qarshi chiqma. Ozgina suv qo'shaylik. Yo'q, qo'shmaymiz oyi, qo'shmaymiz. Jon qizim, dadangga rahming kelsin. Axir ozgina qo'shsak hech narsa qilmaydi. Dadangni operatsiyasi uchun qarz so'radim, ko'rding, hech kim bergan yo'q-ku. Oyi, qiynalib ketdilar dadang. Xo'p, oyi, lekin oqlikka xiyonat qilib bo'lmaydi. Lekin unaqasiz. Oqlikka xiyonat, iymonga xiyonat deyishadi. Jon oyijon, shu fikringizdan qayting. Gunohga botmaylik. Bunaqa halollik bilan qachon dadangni operatsiyasiga pul yig'amiz? Sutimiz shirin-ku. Yarmiga suv qo'shsak hech kim sezmaydi. Menga ishon qizim. Sezmaydi? Oyijon, Xudo ko'rib turibdi-ku. Xudodan qochib qayoqqa bekinamiz? Siz ayting menga. Oyijon, shu paytgacha shu gunohni qilmadik. Bundan keyin ham qilmaylik. Xo'p, deng oyijon, tez borib tarqatib kelaman, pullarni olib kelaman.